Bugun yurtimiz bo'ylab 9-may xotira va qadrlash kuni keng nishonlanmoqda. Ushbu sana xalqimizning mardlik, jasorat va fidoyilik timsoliga aylangan aziz insonlarni yod etish, ularning porloq xotirasiga hurmat bajo keltirish kunidir. Farg'ona viloyati Quva tumanida ham ushbu sana munosabati bilan xotira maydonida ma'naviy-ma'rifiy tadbir yuqori saviyada tashkil etildi. Tadbirda nuroniylar, mehnat faxriylari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, yoshlar hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. Tadbir davomida vatan ozodligi, yurt tinchligi va xalq farovonligi yo'lida fidokorona xizmat qilgan insonlarning yorqin xotirasi chuqur hurmat bilan yodga olindi. Xotira maydoniga gulchambar va gullar qo'yilib, faxriylar holidan xabar olindi. Bugungi tinch va osuda hayotimiz, musaffo osmonimiz ortida ana shunday jasur insonlarning matonati va fidoyiligi mujassam ekanini unutmasligimiz lozim. Tarixiy jasoratni ulug'lash va abadiylashtirishga bo'lgan e'tiborlar tufayli har yili 9-mayni xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami sifatida nishonlab kelmoqdamiz. Shuningdek, tadbir davomida vatanparvarlik ruhidagi kuy-qo'shiqlar, sahna chiqishlari hamda badiiy kompozitsiyalar namoyish etilib, yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Xotira muqaddas, qadrlash esa xalqimizning azaliy fazilatidir. 9-may xotira va qadrlash kuni muborak bo'lsin.